Menga O'zbekistondan sovg'a keldi. Yangi yilga. Bular ochib ko'rdim, o'g'limga kiydirib ko'rdim, katta ekan. $4 bilan olib kelyapti ekan qizlar kilosi. $4 qancha bo'lar o'zbek summasi? Bu o'zbekcha ko'ylaklar keldi. Kalta soch bilan yarasharmikan? Git ichariga. O'zbekcha kiyimlar. Fartuq, sochiq, baviniki. Zo'r ekan paxtali. Aytaman O'zbekistonda paxtali narsa yo'q desam, mana paxtali. Güzel, lekin Urgutdan olib kelardik, uncha zo'r emasdi-da. Bavilar keldi. Yeb ko'ramiz. Kattalaridan keldi. Bittasini erimga beraman hoteliga. Rosa yaxshi ko'rib ishlatadi ular ham. Buni korzinkalarda, uzun marketlarda bor ekan qizlar o'sha. Kichkinalari ham bor sumkaga solib olib ketishga, ta'tillarga. Bu ko'ylak materiali ham zo'r ekan, menga yoqdi. Xudo xohlasa relizlar qo'yaman bu bilan birga. Uy tozalab, Babi bilan uy tozalab videolarini qo'yaman. Fartigim yo'q edi lekin. O'zim tikuvchi bo'lsam ham bitta fartig tikmaganman o'zimga. Oppoqqina fartig. Kir bo'lib qolsa, Babi bilan yuvaman. Şef Bushra. Yarashdimi? Bavini ishlatishdan oldin qaynoq suv qaynatishingiz kerak. Hech bo'lmasa 2 litr. 3 osh qoshiq baviga 2 litr qaynoq suvni qo'shdim va 20 minutcha kutib turdim. Sovigandan keyin devorlarni, yerlarni, pollarni hamma joyda yuvib oldim. Bavi hozirgi kunda uzun market korzinkalarda topilishi mumkin bo'lgan narsa hamda hamyonbop. Ozgina sovigandan keyin hamma joyda shu bilan tozalab oldim. Orqasidan toza suv bilan artib chiqsangiz ham bo'ladi. Mana chiqqan kirni qarang qizlar. Shunaqa kir chiqadi. Hamma kirni tashiydi-da bu. Faqat shu bilan artaman. Bu tarafda artganman hozir. Yaltillab turibdi. Odamning rasmi ham ko'rinib turibdi. Endi qarang, bu bilan arting. Qanday yaltillashini ko'rasiz. Qanday quruqlatda bilan endi mana. Bitta ham dog' yo'q, iz yo'q. Anchaga yetar shunday artib.